Uchalangiz ham bugun o'ldingiz. O'lim hikoyangizni birma-bir aytib bering. Men xotinimdan shubhalanayotgandim, shuning uchun uyiga bostirib keldim va uyini tiklay boshladim. Shunda balkonga qarasam, bittasi sakrayman deb turgan ekan. Men uni ko'rib qoldim. Men u la'natini osilib turgan joydan qoqa boshladim. So'ng bir muddatdan so'ng qo'yib yubordi. Yerga gursillab tushdi-yu, lek o'lmadi. Men uni o'lmaganini ko'rib yana jahlimni bosolmay ustiga 150 kilolik muzlatgichni uloqtirdim. Va aynan o'sha onda og'ir ko'targanim sababli yurak xurujiga uchradim. Sizning hikoyangizchi? Men bu odamni yuqoridagi qo'shnisining sovutgichini ta'mirlayotgandim. So'ng narvondan toyib ketib buni balkon panjarasiga osilib qoldim. Xudoga shukr o'lmadim deb sevinayotgandim. Keyin meni mana bu ruhiy xasta ura boshladi. Keyin chidab tura olmay panjarani qo'yib yubordim va yerga tushdim. Xudoga shukr baribir ham o'lmadim deb turgandim. Keyin muzlatgich meni yerga mixday qoqib qo'ydi.